Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam "En-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni" deganlar. Nikoh, oila qurish bu mening sunnatim. Kim bundan yuz o'girsa u mening ummatim emas deganlar. Ba'zi ummatlarda tarki dunyochilikni taqvo belgisi deb bilganlar. Oila qurmaymiz biz. Oila qursak shu bilan mashg'ul bo'lib qolamiz degan vajlar bilan oila qurmasdan yashashlikni taqvo deganlar. Ammo islomda esa aksincha oila qurishlik va bu oilani chiroyli ushlab turishlik bu taqvo belgisi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam oila qurishlikka targ'ib qiladi. Allah Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billah va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Sadaqallohul azim. Allah aytayaptiki, va sizlarga sokinlik topishingiz uchun o'zingizdan juftlar yaratgani va oralaringizda sevgi va marhamatni solib qo'ygani uning, ya'ni Allohning oyat belgilaridandir. Ya'ni bir oilani barpo qilishlik va mana shu oilada er va xotin orasiga bir-birlariga muhabbat, mawaddat solib qo'yishlikni Allohning mo'jiza qudratlarini belgilari deyapti. Haqiqatda hayotingizda tanimagan, bilmagan bir inson bilan umr qurib o'zidan o'zi unga bir muhabbat paydo bo'lib qoladi. Mana shu mawadda degan so'zni bu yerda arabchada ishlatilyapti. Mana va ja'ala baynakum mawadda. Alloh oralaringizda mawadda qildi deydi. Mawadda so'zi oilani sokinligi, barqarorligini ta'minlaydigan muhabbatga aytiladi. Mana shunday muhabbat paydo qilib qo'yar ekan azizlar Alloh. Ana o'shuning uchun ham oila qurishlik, oilali bo'lishlikka targ'ib qilganlar.